Tushunmadim. Men qayerdaman? Cho'tda hammasi netib ketyapti bola. Bu yerda qishloqlar nima qilyapti? Men tushunmayapman. Hoy qochchi. Qoch. Senlarga nima debman men? Qoch debman. Hozir kechqurun. To'g'ri, tushunmadim. Bu qayerdan kelib qoldi? Ha? Hoy. Men seni uyingdaman. Ye. Qani sen, qani. Uyingni ichida. Qaysi birisan bu yerda? To'g'ri arvohman. Arvoh? Men qanday kreativdaman? Survival bo'lishim kerak edi. Bular qayerdan keldi? Bularmi? Bular. Agar sen bularni 3 kun ichida sen bularni tirik qoldirsang, senga $10,000 beraman. Ya'ni 10 stak izamurud. Men kreativdaman, xohlagan ishimni qilsam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Yo'q, hozir sen bitta qishloqni o'ldirding, demak sendan $2,000 ayirding. Nima? Bu yerdagi har bitta qishloqni pullaganda. Demak shu yerda 5 ta qishloq qoldi. Demak menga $12,000 va'da berilgan, men undan $10,000 qoldirdim. Hech qaysi biring chiqma. Men kreativdaman, lekin kreativda izamurudlarni olib uyimga qochib ketsam-ekan? Bu Minecraft qoidalariga zid bo'ladi. Sen agar mana shu yerdan kreativdan bitta narsa olsang, sen o'lasan va boshqa tiralmaysan. Nima? Demak, men faqat bularni himoya qilishim kerak, to'g'rimi? Demak, bularni men ko'paytirsam ham menga pul qo'shiladi, to'g'rimi? Ha, shunday. Demak, lekin kreativdan narsa olish mumkin emas. Unda biza ertalab bo'lishini kutaman. O'zi men bu yerga qayerdan keldim? Aytchi, sen tepada bo'lsang. Sen bu yerga shunchaki seni qirol yubordi. Qanaqa qirol? Qirol. Qishloqning, Minecraftning qiroli. Unda cheksiz pullar bor. Menga eng kambag'al bolani qishloqdan olib ketib, shu yerga olib kelib, uni qamab qo'yishimni buyurdi. Endi tushunarli. Demak, lekin men kambag'al emasdim-ku, meni pullarim bor edi. To'g'ri, sen hushingdan ketding, ya'ni 10 kun. O'sha kuni seni uyingdagi bor mulklarni bitta o'g'ri olib ketgan. O'g'ri? Qani? Uni bilmayman, lekin o'g'ri olib ketgan va biz seni 2 kunga uxlatib shu yerga olib keldik. Bu yer qayer, qishlog'imga yaqinmi? Seni qishlog'ing dunyoning bir chekkasida, bu esa dunyoning 10 chekkasida. Nima, biz shunda qanday qilib 2 kunda bu dunyodan bu yergacha keldik? Ya'ni 2 kunda qanaqa tezlikda deysanmi? Samolyotda uchib kelding. Samolyotda? Mayli, unda men ertalab bo'lishini kutaman. Bir kun bularni himoyalash kerak. Men bularni qanday qilaman, bolalar? Sizlar agar obuna bo'lib kuzatsanglar, buni ikkinchi qismi ham chiqadi, bolalar. Lekin ertalab bo'ldimi? Ertalab? Bittang ham chiqma. Chiqma. Seni urib so'kardim-ku. Mana buni qaranglar, bolalar, nima qilib o'tiribdi voz? Nima qilyapsan hozir? Urishinglar shuni urish, mana shuni urish. Nima qilyapsan? O'yin kulgiga vaqt yo'q. Men seni undaylik ko'p qutqara olmayman.
tushundingmi? Bo'ldi, tushungan bo'lsang. Oy. Mayli, senga imkoniyat. Bitta blok bilan o yerni qurib qo'y. Mayli. Endi buni tashlavor. O'zimda tursa bo'lmaydimi? Bo'pti, o'zingda turadi. Nu ertalab bo'pti. Xarosh, sizlar chiqmaysizlar. Men sizlarni himoya qilishim kerak. Nima? Ana bu yerda qishloqqa urishayapti. Bu yoqqa kel. Yur. Xo'p. Endi nima qilishimiz kerak bo'ldi? Bicha aylanib yuramiz.